1-oktyabrdan jarimalar oshadi. Haydovchilar qancha jarimaga tortiladi? Janubiy Koreyada o'tkazilgan xalqaro musobaqada o'zbekistonlik harbiylar birinchi o'rinni egalladi. Har bir kambag'al oilada, ayniqsa xotin-qizlar orasida kamida bir nafar oliy ma'lumotli bo'lishi uchun sharoit qilib beramiz. Shavkat Mirziyoyev. Rossiyadagi Ukraina armiyasining yangi g'alabalari e'lon qilindi. Rossiya yadro quroli ishlatishi mumkin. Anomal sovuqliklar yana qaytishi mumkin. Bayden: Putin bu urushda g'alaba qozonmasligi aniq, Ukraina yutib chiqadi. Ukraina Rossiyadagi nishonlar ro'yxatini AQSh va Britaniyaga topshirdi. Vaqtingizni tejashga yaqindan yordam beradigan sabzi to'g'rovchi va chuchvara tuguvchi oshxona jihozlarimizni birgalikda 157 ming so'm evaziga xarid qiling. Sabzi to'g'rovchi jihozimiz yordamida sabzavot va mevalarni bir urinishda to'g'rash imkoniyatiga ega bo'lasiz. To'lovni mahsulotni qo'lingizga olganda qilasiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. 1-oktyabrdan jarimalar oshadi. Haydovchilar qancha jarimaga tortiladi? Taqilmagan kamar 187.500 so'm. Texnik ko'rik, birinchi tibbiy yordam to'plami 187.500. Hujjatsiz haydash 375 ming. Sug'urtasiz haydash 375 ming. Qizilda o'tish 750 ming. Noqonuniy parkovka 750 ming. Davlat raqamisiz avtomobilni boshqarish 1.875 ming so'm. Tezlik +20 km/soat 375 ming. Tezlik +20-40 km/soat 1.875 ming so'm. Tezlik 40+ km/soat 3.375 ming. Qarama-qarshi tirbandlikda harakatlanish 3.750 ming so'm. Mast holatda transport vositasini boshqarish 9.375 ming so'm va 3 yilgacha mashina boshqarish huquqidan mahrum qilish. Ruxsatsiz tonirovka. Janubiy Koreyada o'tkazilgan xalqaro musobaqada o'zbekistonlik harbiylar birinchi o'rinni egalladi. Janubiy Koreyaning Kongwando provinsiyasi Inji shahrida 2-marta xalqaro ilmiy jangovar tayyorgarlik musobaqasi o'tkazildi. Unda ishtirok etgan o'zbekistonlik harbiylar birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Bu haqda Mudofaa vazirligi axborot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, xalqaro musobaqada jami 13 ta jamoa, jumladan AQSh, Avstraliya, O'zbekiston va Kambodja davlatlaridan 500 dan ortiq harbiy xizmatchi ishtirok etgan. Musobaqa davomida har bir jamoa tasodifiy qur'a tashlash orqali bellashuvga kirishgan. Har bir jamoa operativ rejani ishlab chiqish va milliy kelishuv bo'yicha majburiyatlarni bajarish, bu orqali bo'linmalarning qo'shma operatsiyalari uchun zarur bo'ladigan ko'nikma va tajriba oshirishga muvaffaq bo'ldi, deyiladi xabarda. O'zbekiston Mudofaa vazirligi jamoasi mazkur xalqaro ilmiy jangovar tayyorgarlik musobaqasida 2-bor ham ishtirok etib, eng yuqori natijani qayd etgan. O'tgan yili ham o'zbekistonlik harbiylardan iborat jamoa mazkur musobaqada birinchilikni egallagan edi. Har bir kambag'al oilada, ayniqsa xotin-qizlar orasida kamida bir nafar oliy ma'lumotli bo'lishi uchun sharoit qilib beramiz. Shavkat Mirziyoyev. Bunda oliygoh, kollej yoki texnikumga kirishda grant uchun yetarli ballni 80% to'plagan kambag'al oila farzandlariga qo'shimcha grant ajratiladi. Oliygoh, kollej va texnikum talabalarining o'zlashtirish ko'rsatkichi kamida 80% bo'lsa, ularga keyingi o'quv yili uchun foizsiz ta'lim krediti beriladi. Bundan tashqari, moliyaviy mustaqil bo'lgan oliygohlarni har biri yiliga kamida 1 milliard so'mlik grant e'lon qiladi. Rossiyadagi Ukraina armiyasining yangi g'alabalari e'lon qilindi. Urushni o'rganish bo'yicha Amerika instituti ICV ekspertlari frontdagi vaziyat haqidagi yangi hisobotida Ukraina qo'shinlari Kursk viloyatidagi yangi sektorda Rossiya chegarasini buzib o'tgani haqidagi ma'lumotni tasdiqladi. Ammo bu operatsiya ko'lami hali ham kichik bo'lib qolmoqda. Geolokatsiyalangan kadrlarga tayangan ICV ma'lumotlariga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlari Visyoliye qishlog'iga janubdan yaqinlashgan. Rossiya manbalarining da'vo qilishicha,
etilishicha, Ukraina qurolli kuchlari Veseliydan sharqda Noviy Put va Medveji qishloqlari yaqinida rus harbiylariga hujum qilgan. Rossiyalik harbiy blogerlar Ukraina qurolli kuchlari Veseliyga kira olmaganini da'vo qilmoqda. ICV Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning bayonotlariga tayanib yozganidek, Ukraina qurolli kuchlarining Kursk viloyatiga bostirib kirishi Rossiya armiyasining bufer zona yaratish maqsadida Ukraina bilan butun chegarasi bo'ylab hujum qilish rejalarini barbod qilgan ko'rinadi. Shu bilan birga Zelenskiy ta'kidlaganidek, Ukraina Rossiyaning qarshi hujum operatsiyasining jiddiy muvaffaqiyatlarini hali ko'rmadi. ICV ta'kidlashicha, Rossiya hozircha Ukraina kuchlarini Kursk viloyatidan butunlay chiqarib yuborishga qaratilgan keng ko'lamli qarshi hujum operatsiyasini o'tkazmayapti. Urushni o'rganish instituti ma'lumotlariga ko'ra, bunday operatsiya Ukraina hujumiga qarshi kurashish uchun allaqachon joylashtirilganidan ko'ra ko'proq resurslarni talab qilishi mumkin. Shu bilan birga ICV ekspertlarining ta'kidlashicha, Rossiya katta ehtimol bilan Ukrainadan harbiy xizmatchilarni o'tkazishga majbur bo'ladi. Chunki Kursk viloyatiga yuborilgan harbiy qismlarning katta qismi jangovar tajribaga ega emas. Aftidan hozircha qarshi hujum asosan Ukrainadagi frontdan Kursk viloyatiga qayta joylashtirilgan havo desant kuchlari tomonidan amalga oshirilmoqda, deb yozadi ICV ekspertlari. Rossiya yadro quroli ishlatishi mumkin. Rossiya 1990-yildan so'ng ilk marta yadro qurolini sinovdan o'tkazishi mumkin. Bu G'arbning Ukrainaga olis masofalarga uchuvchi raketalar bilan Rossiya Federatsiyasiga zarba berishiga ruxsat berishiga javoban amalga oshiriladi. Reuters. Bayden: Putin bu urushda g'alaba qozonmasligi aniq, Ukraina yutib chiqadi. AQSh prezidenti Jo Bayden Ukrainadagi mojaroda Rossiya mag'lubiyati bilan yakunlanishini aytdi. Buni Amerika rahbari Buyuk Britaniya bosh vaziri Kir Starmer bilan Oq uyda uchrashishdan avval jurnalistlarga ma'lum qilgan. Bu haqida Anadolu axborot agentligi xabar berdi. Qayd etilishicha, muzokaralar AQSh Ukraina qurolli kuchlari uchun Rossiya hududiga Amerika uzoq masofali raketalari bilan zarba berishga cheklovlarni olib tashlaydimi yoki yo'qmi degan munozaralar fonida bo'lib o'tgan. Ukraina o'zini Rossiya tajovuzidan himoya qilmoqchi bo'lganida AQSh Buyuk Britaniya bilan birga Ukrainani qo'llab-quvvatladi. Putin bu urushni boy berishi aniq, Ukraina g'alabani qo'lga kiritadi, deydi AQSh prezidenti. Jurnalistlarning Putin, AQSh va Rossiya o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri mojaro yuzaga kelishi mumkinligi to'g'risidagi bayonotlariga izoh berishni so'raganida Bayden Putin haqida ko'p o'ylamasligini aytgan. Oq uy rahbari shuningdek, G'azoning blokirovka qilingan sektorida o't ochishni to'xtatish masalasini hamkasbi bilan muhokama qilishini bildirdi. Biz Hamas tomonidan Yaqin Sharqda ushlab turilgan mahbuslarni ozod qilish, qisqa fursatda sulh tuzish va G'azoga keladigan gumanitar yordam hajmini oshirishni ta'minlaydigan kelishuvni muhokama qilamiz, degan siyosatchi. Ukraina Rossiyadagi nishonlar ro'yxatini AQSh va Britaniyaga topshirdi. Ukraina AQSh va Buyuk Britaniyaga G'arbdagi ittifoqchilar tomonidan berilgan uzoq masofali raketalar bilan zarba bermoqchi bo'lgan Rossiya hududidagi harbiy obyektlar ro'yxatini topshirdi. Bu haqda 14-sentyabr kuni nomi oshkor etilmagan ikki yevropalik diplomatga tayanib Euronews xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, dastlab Ukraina tomoni harbiy harakatlarda qatnashayotgan Rossiya samolyotlari joylashgan havo bazalariga hujum qilish uchun Amerikaning Atacams raketalaridan foydalanishni rejalashtirgan. Biroq bunga javoban Pentagon Rossiya o'z jangovar samolyotlarining 90%ni AQShdan Kiyevga yetkazilgan uzoq masofali raketalar chegarasidan tashqariga ko'chirganini bildirdi. Bundan tashqari, Ukraina g'arb raketalaridan Rossiya harbiy qo'mondonlik punktlari, yoqilg'i va qurol-yarog' omborlari hamda qo'shinlar to'plangan hududlarga hujum qilish uchun foydalanishni rejalashtirmoqda. Atacamsdan tashqari, Ukraina qurolli kuchlari Rossiya hududiga uzoq masofali zarbalar uchun Britaniyaning Storm Shadow va Fransiyaning Scalp raketalaridan foydalanmoqchi. AQSh prezidenti Jo Bayden va Buyuk Britaniya bosh vaziri Kir Starmer 13-sentyabr kuni Vashingtonda bo'lib o'tgan uchrashuvdan so'ng Ukrainaga Rossiya hududiga uzoq masofali zarbalar berishiga oshkor
bora ruxsat bermadi. Shu bilan birga ikkala yetakchi ham Rossiya tajovuzkorligini qaytarishda Kiyevni qo'llab-quvvatlashlarini tasdiqladi va Eron hamda Shimoliy Koreyaning Rossiyaga halokatga olib keluvchi qurollar yetkazib berayotganidan hamda Xitoyning qo'llab-quvvatlayotganidan chuqur xavotir bildirdi. The Guardian gazetasining yozishicha, Buyuk Britaniya allaqachon Ukrainaga Rossiyaga yetkazib berayotgan Storm Shadow qanotli raketalarini uchirishga ruxsat bergan, biroq Qo'shma Shtatlar bunday ruxsat bermadi. Anomal sovuqliklar yana qaytishi mumkin. Iqlimshunos Erkin Abdullahatov kelayotgan kuz-qish mavsumi haqida o'z fikr-mulohazalarini bildirdi. To'satdan sovish effekti yuzaga kelishi mumkin. Bu joriy butun kuz so'nggi oylari va qish mavsumi to'liq sovuq o'tadi degani emas, ammo o'tgan qishdagi kabi sovuqlik to'lqini 3-4 kun davom etadigan yil ham bo'lmaydi. Sovuqlik to'lqinlar uzoqroq davom etadi. Ehtimoliy anomal sovuqliklar kuzatilishi mumkin. Biz dunyoda asosiy sovuqlik to'lqinini keltirib chiqaradigan eng katta antisiklon chekkasi kesib o'tadigan mintaqada joylashganmiz. Uni odatda shakllanish so'nggi bosqichida Sibir antisikloni deb ham atashadi. O'tmish La Nino davrlarida bu kabi antisiklonning rivojlanishi uchun juda ham yaxshi sharoitlar kuzatilgan va u kuz-qish mavsumlarida ketma-ket mintaqani sovutib turgan va uning ta'siri joriy La Nino rivojlangan davrda hududlarimizni uzoqroq sovutishi mumkin, deydi iqlimshunos.